Bir oy ichida 150 ming obunachi va buni barchasi shorts orqali. Bugungi videomizda men sizlarga noldan emas, balki minusda yurgan kanalda qanday qilib 150 mingdan ortiq obunachi yig'ganimiz haqida aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, qani ketdik. Xo'sh do'stlar, biz YouTube studiodamiz va videoni boshidan aytaman. Ushbu kanal bizga tegishli emas, bizning mijozimizga tegishli. Va do'stlar, kanal bizniki bo'lmaganligi uchun men kanal nomini va logotipini ko'rsata olmayman, faqatgina statistikalarni ko'rsatishim mumkin. Hamda do'stlar, bunday natijalarga qanday qilib erishganimiz haqida ham sizlarga aytib o'taman. Demak do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Oxirgi 28 kunda biz 10 milliondan ortiq prosmotr, 38 mingdan ortiq soat hamda do'stlar, bir oy ichida 150 mingdan ortiq obunachi yig'ganmiz ushbu kanalda. Agarda biz ushbu joydan oxirgi 90 kunni belgilaydigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin do'stlar, kanal doim minusda yurgan. Ya'ni bir kun ichida 488 ta obunachi chiqib ketgan yoki bo'lmasam 101 ta obunachi, 299 ta, xullas har kuni qanchadir miqdorda odamlar atpiska qilishni boshlashgan. Sababi oddiy do'stlar, chunki kanal aktivi tushib ketgan bo'lgan. Biz esa ushbu kanalni prodyuserlikka olib, kanal aktivini ko'tardik hamda 150 mingdan ortiq obunachi yig'ib berdik. Demak do'stlar, aniqroq ma'lumot beradigan bo'lsam, ushbu kanalni biz o'tgan oyni 27-sanasidan prodyuserlikka oldik va o'sha 27-sanadan videolar joylashni boshladik. Shorts videolar. Qanaqa videolar deydigan bo'lsanglar, sizlarga videolarimizdan birini ekranda chiqarib ko'rsatib beraman va shu orqali bilib olishinglar mumkin bo'ladi. Mana ko'rdinglar do'stlar, biz shunaqa stildagi videolar tayyorladik va har kuni 3 tadan joyladik. Ertalab bitta, obedda bitta va kechqurun bitta video joyladik. Hamda do'stlar, natijalarni ko'rishinglar mumkin. 27-sanadan keyin 28-sanani o'zida ko'rishinglar mumkin. 400 dan ortiq obunachi qo'shildi va undan keyin esa afsuski minus 400 ta obunachi chiqib ketdi. Sababi oddiy, kanaldagi yangi videolarni ko'rgan eski obunachilar atpiska qilishni boshladi va aktiv yanada oshgandan keyin mana ko'rishlar mumkin, yana obunachi qo'shilishni boshladi do'stlar. Xo'p do'stlar, bir kunda 1800 ta obunachi, undan keyingi kun bir kunda 2900 ta obunachi, 4900 ta obunachi va bir kunda 4-may kuni 17 ming ta obunachi qo'shildi. Bizning eng katta rekordimiz esa do'stlar 8-may kuni bo'lib o'tgan. Bir kun ichida biz 18 mingdan ortiq obunachi yig'ganmiz. Bu juda ham dahshat natija degani. Chunki do'stlar, ko'p kanallar 18 ming ta obunachi yig'ish uchun 1 yillab vaqt ham ketib qoladi. Biz esa bir kunda yig'dik. Lekin do'stlar, undan keyin ko'rishinglar mumkin, aktiv pastga qarab tushdi va bu do'stlar normalniy holat hisoblanadi. Ya'ni do'stlar, shorts kanalda xuddi shunaqa bo'ladi, aktiv bir ko'tariladi va aktiv tushadi. Agarda sizlarda ham mana shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, qo'rqish kerak emas. Bu juda ham oddiy holat va do'stlar, bunday holat har bitta kanalda bo'lib turadi. Shunchaki kontent joylashda davom etish kerak va aktiv yana ko'tariladi do'stlar. Hozir ham yomon emas, ko'rishinglar mumkin, bir kunda 400 ta hech bo'lmaganda 1200 ta, 3900 ta, 2000 ta, xullas do'stlar, yaxshigina obunachi qo'shilib turibdi. Agarda aktivi yaqinda ko'tariladigan bo'lsa, yanada katta natijalarga biz erishamiz. Xo'p do'stlar, kanal auditoriyasiga qiziqadiganlar bo'lsa, ko'rishinglar mumkin. 28 kun ichida 21% odam bizni AQShdan kuzatgan. Bu juda ham dahshat degani do'stlar. Agarda sizlarning ham kanalinglarni 21% AQShdan tomosha qilishsa, monetizatsiyadan juda zo'r pul ishlaysizlar degani. Ya'ni YouTube juda ham katta pul to'laydi AQShdan asosan ko'radigan kanallarga. Va ikkinchi o'rinda bizda Hindiston, 3-o'rinda Buyuk Britaniya, 4-o'rinda Filippin va 5-o'rinda Rossiya. Rossiyadan boshqa davlatlarga do'stlar YouTube juda ham zo'r pul to'laydi. Shuni hisobiga do'stlar, agarda ushbu kanalda monetizatsiyani yoqsak, YouTube juda zo'r pul to'lashi kerak. Endi savol, kanalda nimaga monetizatsiya yonmagan deyishinglar mumkin do'stlar. Sababi juda ham oddiy. Biz ushbu kanalni prodyuserlikka olishimizdan oldin kanalga shunchaki Instagramdagi videolar joylangan va shuni evaziga kanalda monetizatsiya yonmagan do'stlar. Lekin biz kanalni
to'liq avtorskiy videolar bilan to'ldirdik va shuni hisobiga do'stlar, endi mana 10 million prosmotr yig'ganimizdan so'ng monetizatsiyani yoqamiz. Hamda do'stlar, bir oydan keyin ushbu kanal necha pul ishlagani haqida ham sizlarga video qilishga harakat qilaman. Bundan tashqari do'stlar, sizlarga ham prodyuserlik xizmatini taklif qilmoqchiman. Juda ham zo'r taklif o'ylab qo'yganman do'stlar. Ya'ni do'stlar, sizlarga biz obunachi evaziga kelishuv qilamiz. Ya'ni sizlarga agarda 10 mingta obunachi kerak bo'lsa, biz 10 mingta obunachi yig'ilguncha kanalingizga shorts videolar tayyorlab joylab beramiz. Qachonki 10 mingta obunachi yig'ilgandan so'ng biz ishimizni to'xtatamiz yoki bo'lmasam agarda yana qo'shimcha to'lov qiladigan bo'lsangiz, biz ishni davom ettiramiz. Xuddi shunday kelishuv asosida biz ishlashimiz mumkin va agarda narx sizlarga qiziq bo'lsa, 10 mingta obunachi bu $200 ga teng. Va do'stlar, bunaqa kanaldan men atigi 3 dona olmoqchiman. Ya'ni 3 ta kanalni $200 dan olaman va 10 mingtadan ortiq obunachi yig'ib beraman. Shuning uchun do'stlar, shoshilinglar, joylar juda ham kam. Murojaat uchun meni Telegram profilimga yozinglar. Video opisaniyasida manzili bor do'stlar. Ulgurib qolinglar. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, hamda do'stlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.